Assalomu alaykum. Bu videoda biz Biznex dasturini tranzaksiyalar bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Biznex dasturiga kirganimizdan keyin bo'limlarimizning ikkinchisi tranzaksiyalar bo'limi. Bu bo'lim bizga nimaga kerak? Kafe yoki restoranimizdagi kirim, chiqim, xarajatlarimizni bu joyga yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham kirim, chiqim, rasxodlarni qo'shishimiz har doimgidek pastda qo'shuv belgisi bilan, qo'shish belgisi bilan bo'ladi. Qo'shish belgisining ustiga bosaman va bu joyga kiradigan bo'lsa, bizda ikkita to'ldirishimiz kerak bo'lgan joy bor. Birinchisi eslatma qo'shish. Bu joyga biz nima uchun bu pul sarflanyapti, shuni yozishimiz kerak. Misol uchun, bozorlik uchun deb yozdim va qancha summa bozorlik uchun kassadan chiqib ketyapti. Misol tariqasida 5 million so'm bu joydan chiqib ketyapti. Naqd puldami, kartadami, nimadaligini bu joydan yozib qo'yamiz, belgilab qo'yamiz. Biz naqd pulda va pastda qo'shish tugmasi bor. Qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizda tranzaksiyamiz, ya'ni kirim chiqimimiz paydo bo'ladi, yaratiladi. Bizda yaratilgan sanasi bo'ladi. Bu joyda 2025-yil 19-iyun 6 dan 22 daqiqa o'tganida qancha pul bizdan chiqib ketdi kassadan? 5 million so'm. Nima uchun chiqib ketdi? Bozorlik uchun. Qanaqa to'lov turida edi? Naqd pulda. Va kim bu pulni berib yubordi? Admin berib yubordi. Xuddi shu tarzda bizda kirim chiqimlarimiz bu tranzaksiyalar bo'limida saqlanib qoladi. E'tiborlar uchun rahmat. Savollar bo'lsa kommentariyalarda yoki Biznex call centerlariga murojaat qilib bemalol javob olishingiz mumkin bo'ladi.